Qurilish sohasida tajribangizga asoslangan holda qurilish boshlayotgan insonlar uchun tavsiyangiz? Birinchi o'rinda professional arxitektorni yonlashiga kerak bo'ladi. Undan tashqari qurilish materiallariga, uni narxiga emas, birinchi o'rinda sifatiga e'tibor berishiga kerak bo'ladi. Eng asosiysi qurilishda ekonom qilish kerak bo'lmagan joylarni ekonom qilib yuborishadi. Shuning uchun imkon qadar yaxshi komanda bilan ishlasanglar, qurilishlar chiroyli va sifatli kelib chiqadi. Qurilishda, xususiy uy qurishda ko'p qilinadigan xatolar. Eng katta xatolardan birinchisi, bittasi deb aytsa bo'ladi, qurilishni boshlab qo'yib, keyin kerakli shaxslarni, kadrlarni chaqirishadi. Bu paytda bizga katta muammolar kelib chiqadi, chunki uje fundament ko'pincha qo'yib qo'yishgan bo'lishadi yoki noto'g'ri material tanlab qo'yishgan bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar qurish boshlashdan oldin yaxshi arxitektorga murojaat qilishini tavsiya qilaman.